Mana sizlarga crash test. Misol uchun, avariya paytida odamga nima qiladi? Ikkita odamning kamari taqilgan, ikkitasi esa taqilmagan deylik. To'qnashuv bo'lishi bilan manekenlar oldinga uchishni boshlaydi. Shu paytning o'zida odam 100% tizzasini va belini sindiradi. Chunki ularga 1 tonnadan oshiq bosim tushadi. Agar xavfsizlik yostig'i ham bo'lmasa, haydovchi yuzi bilan oldi oynani sindirib, undan uchib chiqadi va bu payti uning bo'yni ham sinadi albatta. Uning yuzi bilan sudralishi natijasida chuqurligi 1,5 sm bo'lgan kesilish ro'y beradi. Ya'ni qo'pol qilib aytganimizda odamning yuz terisi umuman qolmaydi. Ko'krak qafasi esa torpedaga urilayotgan paytda butun vaznni katta tezlikda o'ziga qabul qilib, qovurg'alar ham, ichki a'zolar ham bir ezilib ketadi. Shu paytda orqada o'tirgan yo'lovchi ham kamarni taqmagan bo'lsa, u haydovchiga orqadan zarba berib, o'zining tizzasini va bo'ynini sindiradi. Yetmaganiga oldida o'tirgan haydovchiga ancha bosim berib, uni o'ldirib qo'yish ham mumkin yoki u o'lmagan bo'ladi.